Damas ko'rsatama. Shunda bersangizlar gay kamidimi, kamamidimi? Kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Sotiladigan Damas va 2025-yilda ishlab chiqarilgan 4 dona paket balon qo'yilgan, parok qo'yilgan, metan gaz qo'yilgan. Hozir salonga ko'ramiz. Polni shumcha qilingan, atido shumcha. Salon holatlari zo'r. Yomonning 12 barlar ustanobcha qilingan, rullar tikilgan, bar ustanobcha qilingan. Hozir bu yerdan ko'rsataman sizlarga. Kolonkalar qo'yilgan, xullas tayyor avtomobil bo'lsa, patologlar ashibga qilingan. Nilinum bor, polik bor, xullas tayyor avtomobil bo'lsa 10,000 kilometrdan oshgan probegi, holati вообще zo'r. Bu probegni ham do'stlar, ishi tuning qildiraman deb borib kelib yurgan. Oynalar ham knopka qilingan ma'qanglar. Bosasalar ko'taradi, bosasalar tushiradi. Oynalar ham tez tushirib chiqaradi ekan. Xullas 2025-yil Damas tayyorundan narxi 80 million so'm. Вообще shikolat narxda 80 million so'm. 50 million so'm bersangizlar, qolgan kredit davom ettirsangizlar ham bo'ladi. 30 million kredit qolgan bankdan. 30 dan pastroq, grubiy 30 deb turibman. 28 mi, shunday million, 28 million so'm kredit qolgan. Yana ko'rishingiz mumkin. Holati вообще zo'r. Xalasangiz naqd pulga kelishib beramiz. 80 million so'm aytiladi. Ustida kelishamiz. Kelasizlardan naqd pul olaman desangizlar, kreditini yopib beramiz. Yoningizda turib, to'g'ri nomingizga o'tirib ketaverasizlar. Dokumentimdan 1 gram muammo yo'q. Ishindagi liniyada taqsuri beraverasizlar. Bilasizlar, bunda taqlash uchun ancha rasxod ketadi do'stlar, ancha mehr ketadi, ancha vaqt ketadi. Sizlar vaqtni tejaysizlar, mehrni tejaysizlar, pulni tejaysizlardan kelib tayyorni olib haydaverasizlar. Like bosamiz videoni, shundan tuning qilingan Damas zabigalarni tashlab qo'yamiz do'stlar.